sütü sağlamlığımız için en yaxşı tanlaştır. Şadlıq qoruğunun lianfın kalı sütü sağlamlığımız için en yaxşı tanlaştır. Talla, bana tallagan otoya. Nerede bizden tağının bulak suyudaki işçilik bu olsun. Naşlıq tayarıldınlar mı? Xo'jayin, yeydigan narsa qolmadi. Aldan qayda bir muncha yeydigan narsa kelgan qo'y. Bak siz yeyib turibsizlar. Aldan qayda. Men bultur tomoq yegancha. Men oldingi yil yegancha. Naşta bir gün içindeki en mühim tamak. Çokum toyğuç yeyiş gerek. Bo'lmasa tushki barmayla qo'rsak ichib ketadi. Xo'jayin, men qasddan demidim. Mana bu qo'rsak ichib ketganning ifodasi. To'g'ri, yaxshi. Bu yana bir xil ifodasi. Men tomoq yeyman. Men qoli go'sht yeyman. Bu yana bir xil ifodasi. Men qoli go'sht yeyman. Qoli go'sht. Bu qo'sqon ichib qaram bo'lganning ifodasi. Lianfın qoli go'shtining ta'mi bak yaxshi ekan. Şadlıq qoruğudaki toşqanlar ben senlerden caq toydu. Açıqlarang bo'lganning ifodasi. İnek. İnek? Sizlar gap qilmanglar, men deyman. İnek. İnek. Yana gap qila. Tushundinglarmi? Ben tushundim. Bu bir stakan süt. Toshqanlar buni ichsa, ular Bilinglar. Milamin? Yana qandoq foydali tarkiblarni boyqidingiz? Sizga demayman, ishqilib, foydali tarkiblar. Şadlıq qoruğumuzun kalıstları bujğunning tajriba sipsidan dunyoga yuzlanyapti. Buni deyish ketamdi. Voy tangrim, bugun kech havo o'zgardi ekan. Inaklarning qotiniga qarab boqsak bo'g'idek. Zerakay, bujğun, davomli tajriba qilaveringlar, biz qo'tonga qarab boqaylik. Mayli. Bexatarlik birinchi. Boy deyishgan gapni unutib qoldim. İçimde sıkılıp ketdi. İlgari biz narsa o'g'irlaydiq, poqitim ushtimda hujum qilamiz. Bexatarligimiz muhim. Mening qarim yo'q. Bek miskensan. Bexatarlikni yana unutib qoldim. Qachongacha shundoq ma'nomi? Qo'shroq gap qil. Toshqanlarning qulog'i bak sezgur. Bu yerda ishkimizni bog'u. To'ydim. Jaq to'ydim. Sana can kerak emasmi? Ilgari biz ko'ktat o'g'irlaydiq, yamanikasi ish tishlab oladi. Bu qitim xo'jayin bizni zahar o'g'irlashga, yo'q zahar selishga avatdi. Bu janni oldigan ish bilansan. Beksizlikkan, qo'lim beksizlikkan. Mumkin emas, men qo'limni oldin qayda yuvgan. Rostroq turaydi ekan. Beksizlikkan, bu sesiqchilikda inakmi yiqilib qolgudak. Yana bir provokatsiya degandek o'yinchilik sesiq emas. Tugashdim. Çatak.
Nimashqa bunda quchdigandu? Vaqt butulka. Tushkiryapman, cho'qim tushkiryapman. Tegashdik. Xo'jayin topshirgan vazifani o'rlayolmaydigan bo'ldik. Men oldirayman, mang'ili eshigim oldiraydi, yot qilay degandek ish bo'ldi-da. Çatak. Oy anam ey, acep kalktım. Çatak o ışıksı firmaga mağmağandı. Nima qarmaz, ular o'z yo'liga ketaversin. Biz ularni oldida berib bodlikidagi narsani sutga to'kiversak bo'lmadimi? Shundoq addiyma, ular ko'rib qolsa tugashkinimiz shu. Amiz qanaqa qilamiz? Nega aldiraysan? Qiyinchilik yo'liqsa menga demamsan. Amisi tez degin. Qarag'anda chora qo'llansak bo'g'dik. Chora? Tek chorang bormi? Ya'ni qo'lg'ini turding-ku. Dinozavr palvan, qarang'i tushaydi-de, tezroq mangayli. Bili! Boshliq, men berib boqay. Ehtiyot qil. Ma'qul. Biz yeni görüşdük. Shundoq, yana ko'rishdik. Jahannam degan tara. Nimda o'tqiningni bilmadim. Qarag'anda behi palvon kichik vaqtida namratliqda maktabda o'qiganmapti ekanda. Men texi o'qish eshik to'shmadim. O'qish eshik to'shmay turib qayerga ketdingmi? Tez qatayli. Tamamda tıyak, seni boş koyuvetmeymen. Dinozavurca, nochi bo'lsang kela. Mana keldim. Boşluq, ehtiyot qil. Men chiqay. O tikivetdi-ku. Behi palvon, bay men birsining vaqirig'ini angladim. O hamoqat yiqmi emasmi? O sakrab to'qlig'ini chiqib ketdi. Nega qochsam? Oy can. Toshqanchaq, dinozavr chaq, sizlar meni tutolmaysizlar.